Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Uchma so'raganlar uchun bugungi videomiz Namangan Haqloboddan akalar. 10 bittami 12 ta bor ekan. Optimga akalar sotaman deyapti. 3,5 million deyapti. Xudo xolasa biz kanaldan chiqsalar kelishtirib beradi. Hammasi uchadi ekan. O'zi qiyiq ekan endi oq boshi. Lekin o so'chlari ham uchyapti ekan. Kaptalarni uydan uchirib beraveraman deyapti. Xudo xolasa o'ynavchilar kuchli deyapti. Bemalol tayda ko'rish bo'lar ekan. 2 soat, 3 soatgacha uchyapti dedi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, bu Tashkentskiy bunaqa uddulari ham bor ekan. O'zimiz Andijonlardan mana ular. Aloqaga chiqib o'tiraverasizlar, uydan o'chirib olaverasizlar akalar. Taydan ko'rib olsanglar uch ekanni mazza qiladi. Keyinchalik ham haligi uchmay qolishi ham mumkin-da, gaplar joy tanlab. Ha, u uchmaydigan deb xayolga bormaydi-da. Ahmadjon tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi uka? Ahmadjon, mana so'chlar bor. Mana to'ralar uddi bor. Mana lisi uddi. Chubatiga ber. Mana nasachiga ikkovi jup. Mana yalangoyoq bilan oq bosh jup. Mana ikkovi jup. Bular tuxum yoqib yuribdi. Keyin mana ikkovi jup. Bular ham bugun endi tuxum qo'yadi. Kaptanlarni uchiryapman. Bittalab uchirsam 3 soat, 4 soat yuriyapti. Tuman shu bezovta qilyapti. Xullas kaptanlarni sotmoqchiman men. Oladiganlar bo'lsa Ahmadjon, nomerimni sizga tashlayman. Sotamiz. Hammasi ishonchli, o'ynab uchadigan kaptanlar. Mana uddularni Toshkentdan olib kelganman. G'ishtiga chekada turgan nasachibi bilan mana chubatiydi. Jup deb olib kelganimda ikkovi ham nar chiqib qoldi. Bunga mana lissiyni qo'shdim. Unga nasachibini olib kelib qo'shdim. Uchirib olib kelib qo'shganman bular. Mana ikkovi bir uyatak. Bir-biriga yana juplarni tuxumga harakat qilyapti. Ikkovi ham o'ynab uchadi. Moda unchalik o'ynagan yo'q. Nar soladi har guruhda chiqib. Mana ikkovini asakadan olib kelganman. Mana shu ikkovini asakadan olib kelganman. Uchirib ko'rib. Ikkovi ham narga o'xshardi, hozir juplashib, bittasi moda ekan. Juplashib uchiryapman bularni ham. 2 oydan beri. Shularni sotmoqchiman, polni hammasini. Oladiganlar aloqaga chiqaversin. Telefon nomeri 70lik 031 1492. 3 kun ichida sotib olishim kerak. Pul zararligi uchun qo'ydim shularni.